Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan o'simliklarni vegetativ ko'paytirish usullari haqida gaplashamiz va amaliy tajribalarimizni olib boramiz. Bilamiz, o'simliklarni vegetativ ko'paytirish usullarini o'zini yarasha afzalliklari bor va shu bilan birgalikda kamchiliklari ham bor. Lekin afzallik tomonlari, qulaylik tomonlari juda ko'p. Ya'ni o'simliklar vegetativ ko'paytirish orqali tez, oson va qulay va eng asosiysi samarali va bu yerda ko'rib chiqadigan bo'lsak, foydali jihatlari ham bor. Ayni vaqtda hozirgi vaqtimiz kuz, ya'ni noyabr oyini, mana bugun 22-sanasi. Ayni vaqtda o'simliklarni vegetativ ko'paytirishda bizlar bugun nina bargli daraxtlarni vegetativ ko'paytirish usullari haqida gaplashamiz va ana shu nina bargli daraxtlarni demak ko'paytirish usullarini bevosita qo'llaymiz. Demak bizlar bugun ana shu nina bargli daraxtlarimizdan demak ko'rib turganingizdek zangori qora-qarag'ay, ya'ni noyob nina bargli daraxtlarimizdan hisoblanadi. Bu zangori qora-qarag'ayimiz demak tabiiy holatda Shimoliy Amerikadan barcha qismlarida umumiy holatda dengiz sathida umumiy 3000 metr balandlikkacha bo'lgan joylarda o'sadi bu o'simlikimiz. Demak, nina barglarini ko'rib turganingizdek tikonli qora-qarag'ay deb ham nomlanadi. Juda qisqa, ya'ni 3 santimetrgacha boradi. Tabiatda 400-600 yilgacha yashaydi. Bizning sharoitda, ya'ni O'zbekiston sharoitida bu daraxtimiz juda noyob nina bargli daraxt sifatida ekib o'stiriladi. Asosan demak issiqqa kam talabchan va sernam bo'lgan joylarda o'sishga moslashgan. Bu o'simlikimiz bo'yicha qisqacha tavsif. Demak, aynan biz hozir tajribalarimizda ana shu nina bargli daraxtlarimizdan zangori qora-qarag'ay daraxtimizni demak vegetativ usulda ko'paytirish jarayonlarini bevosita sizlar bilan bajarishga harakat qilamiz. Demak, buni oldin ana asosiy o'simlik tanasidan olganmiz ana shunday holatda. Demak, tovoncha shaklida o'simlikdan olinadi. Mana ko'rib turganingizdek, demak bizlar bir kun oldin o'rtacha o'simlikimizni ana shu novdalari taxminan 20 soatdan 40 soatgacha maxsus suvli eritmada solib qo'yiladi. Bu suvli eritmamizni ko'rib turganingizdek kaliy permanganatli suv bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam shunga o'xshagan margan sopka deydi. Ana shunga o'xshagan eritmalarda eritib qo'yishimiz, solib qo'yishimiz kerak. Afzallik tomonlari bu har xil demak organizmlardan xalos qilish uchun demak mikroorganizmlardan va o'simlikni o'sishini tezlashtirish uchun albatta ekishdan oldin buni maxsus ko'rib turganingizdek demak karnavinga solish tavsiya qilinadi. Endi karnavinga solishni afzallik tomonlari bor. Ayrim o'simliklarda, masalan, manzarali daraxtlarda, manzarali gullarda bu karnavinga solinmasdan ham ekish mumkin. Lekin bunga solinadigan bo'lsa, demak ildiz otishi o'simlikni tezda ildiz otib ketishiga juda qulay bo'ladi. Ya'ni bu narsa o'simliklarda stimulyatsiya qilish jarayoni bilan singari bir xil. Bu shunga o'xshagan boshqa bir demak elementlardan ham foydalanish mumkin. Aynan bizlar ana shu holatdagi ko'rib turganingizdek stimulyatsiya qilish maqsadida karnavindan foydalanishni maqsad qildik. Demak, bundan oldin 20 soat, taxminan 20 soat oldin mana shu eritmamizga, kaliy permanganatli eritmamizga ko'rib turganingizdek olgan, demak, mana shu novdalarimizni botirib qo'ydik suvga va ayni vaqtda biza bu narsamizni, ya'ni mini teplichka deymiz, kichkina uy sharoitida ayni vaqtda ko'paytirishimiz mumkin bo'lganligi uchun shu narsani qilishga harakat qildik. Demak, buni katta issiqxonalarda, parniklarda ham qilish mumkin, ana shu parniklarning ichida. Lekin bu mini teplichkamiz juda qulay, oson va uy sharoitida ana shu o'simliklarni ildiz otish uchun demak qulay hisoblanadi.
bu mini teplitchkamizni qilgan paytimizda ana bu baklashkamizni ostki tomonlari bigiz bilan teshilgan, ya'ni bu suv ushlab qolmaslik uchun, namlik bir me'yorda bo'lishi uchun, ortiqcha suvlar demak chiqib ketishi uchun bigiz bilan mana shu baklashkamizni ostki tomonlari teshilgan turibdi. Ana shu tayyor demak mini teplitchkamiz hisoblanadi. Buni bevosita barchamiz uy sharoitida ko'paytirishga qilishimiz mumkin shu holatda. Demak, ish tajribalarimizni davom qildiramiz. Bo'lmasam aynan mana shu daraxtimizni, zangori qara-qarag'ay daraxtimiz shu shaklda tayyorlanadi. Ya'ni buni mana shu tovoncha shaklda kesib olingan, ko'rib turganingizdek, xuddiki qaraydigan bo'lsak, o'simlikni asosiy tanasini eslatadi mana. Ko'rib turganimizdek. Demak, barglardan tozalab olamiz. Pastki, ya'ni ildiz tashiydigan qismini mana shunday barglardan tozalab olamiz va o'simlik kamida mana shu holatda 5-6 sm kamida tuproqqa, ya'ni mana shu tayyorlab qo'yilgan qumga kirishi kerak bo'ladi. Demak, bu tayyorlab qo'ygan qumimiz oddiy daryo qum hisoblanadi. Bunga ma'lum bir foizda 20-30% demak gumusli tuproqlar ham qo'shishimiz mumkin. Demak, qum o'zida uzoq muddat namlikni saqlab turish xususiyatiga ega. Shu sababdan bizlar ana shu daryo qumiga ekishni ko'rsatib o'tamiz. Demak, o'simlikimizni ekilgan vaqtimizda kamida 45 gradus burchak ostida ekilish kerak. Mana ko'rib turganingizdek va shu holatda ekishni yana davom qildiramiz. Ana. Demak, bu holatda yuqorida aytib o'tganimiz, ta'kidlaganimizdek, parniklarda, issiqxonalardan bevosita qilishimiz mumkin, lekin bu afzallik tomoni ayni paytda bu holatni uy sharoitida ham bevosita bajarish mumkin bo'ladi. Agarda tava olgan mana shu novdamiz uzun bo'lib ketadigan bo'lsa, mana shu tovonchani ma'lum bir miqdorda buni ham 45-60 gradus qiyalikda kesib tashlash mumkin. Demak, bu o'simlikimiz yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek juda noyob, tutish ehtimolligi qancha bo'lishi mumkin degan savollar berilishi tabiiy albatta. Bu o'simlikni aynan shu holatda ekilgan vaqtimizda tutish ehtimolligi agarda yaxshi parvarish qilinadigan bo'lsa 40-50% gacha demak tutish ehtimolligi yuqori hisoblanadi. Sababi bu juda noyob, juda bir sezgir o'simlik bo'lganligi uchun demak buni ildiz otish ancha murakkabroq hisoblanadi. Demak, ana shu tayyor bo'lgan mini teplitchkamizni ko'rib turganingizdek yopib, ana shu holatda yopib, demak, buni endi atrofini mahkam skoch yoki bo'lmasam plyonka bilan ana shu kesilgan joyidan mahkamlash talab qilinadi. Agarda bunga namlik talab qilinadigan bo'lsa, namlik kerak bo'ladigan bo'lsa, ana shu ustki tomonidan ochib, ma'lum miqdorda havo yoki bo'lmasam sug'orib turish talab qilinadi. Demak, bu o'simlik ildiz otish jarayonlarida hech qanday mineral organik o'g'itlar bilan qo'shimcha oziqlantirish talab qilinmaydi. Faqatgina ana shu holatda o'simlikimiz ildiz otish jarayonlari bevosita. Demak, bu o'simliklarimizda ildiz otish jarayonlari 2-3 oydan 4-5 oygacha ham davom qilishi mumkin. Ba'zi o'simliklarimizda bu holat ana shu holatda ko'paytirish jarayonlarida, ildiz otish jarayonlarida uzog'i 20-30 kunda ham manzarali o'simliklarimiz aynan bo'lishi mumkin, lekin aynan bu qarag'aydoshlar ildiz otish holatlari bir muncha uzoqroq davom qiladi. Shu holatda demak
bahor oyigacha bizlar normal haroratda yorug'lik o'rtacha demak sutkalik yorug'lik 8-10 soat tushadigan yorug' xonalarda o'rtacha 12-14 gradus haroratda saqlab turish mumkin hisoblanadi. Demak, ana shu oyna tomonlarida demak parlanish, bug'lanish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, ma'lum bir hafta 10 kun oralatib qopqoqni ochib havo berib turishimiz mumkin. Demak, keyingi videolarimizda albatta sizlar bilan ana shunday manzarali xona o'simliklarini shu holatda ko'paytirish usullarini ham ko'rib chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.